Xo'p, salom do'stlar. Bugungi videoda biz World Imperiya 2027 o'yinida ChatGPTga qarshi Gemini solishtiramiz. Xo'p, mana Geminiga ancha yozib qo'ydim, hozir ko'rsataman. Xo'p, keyin Geminiga qaysi tanlaysan deb u Germaniyani tanladi. Mana oxirgi yozgan gapim ChatGPT sening tajribang ovozli xabar qilib yozganman-da. Xullas Finlandiya bilan ChatGPT buni ustidan hozir ko'rsataman. Bu World Imperiada Yaponiyani tanladi, Gemini Germaniyani tanladi. Xo'p, mana uni yozganim. Mana u Germaniya bo'lib, birinchi ish Finlandiya bilan ittifoqni kuchaytirish bo'ldi deb yozuvdi. Mana ko'rib turganingizdek, oxirida Google stickerini ham tashlab u Gemini kuchaygan. Xo'p, endi World Imperiada davlatlarni tanlab olsak. Xo'p, mana do'stlar, Geminini tanlagan Germaniya, Yaponiyani tanladim. ChatGPT tanlagan. Xo'p, get go. Mana Germaniyani tanlovdi. Mana Germaniyani iqtisodiyoti. Endi u aytgan bo'yicha Finlandiya bilan ittifoq shartnomasi mana o'zi bor edi. Xorvatiya, Avstriya. Ikkinchi strategiyasi va Belgiya edi. Xo'p, mana Belgiya bilan ittifoq kuchaytirgan deydi. Ittifoq tuzdik. Xo'p. Endi ChatGPT aytganini qilamiz. U birinchi aytgan narsasi shunda bo'ldiki, Janubiy Koreya bilan ittifoq. O'zi hamkorlari bitta AQSh edi. Endi Janubiy Koreya dedi. Janubiy Koreyani topib olamiz hozirda. Mana Janubiy Koreya bilan ittifoq tuzdik do'stlar. Ko'rib turganingizlar, u aytgani bo'yicha. Xo'p, keyin Avstraliya dedi. Mana Avstraliya bilan ittifoq imzoladik. Hamkorlarimiz kuchaydi. Xo'p, endi ulardan so'raymiz keyingi strategiyani. Xo'p, mana undan so'rab oldik. Voy, vaziyat jiddiylashayotdi.
Ama Avstraliyani Avstriya deb yozarman. Xo'p, qaratamiz. Hindiston yadro qurollariga ega davlat. Gemini bunga nima derkin? Ko'ramiz. Ko'p davlat Yevropa markaziy kuchi. Xo'p, endi bu aytgan ishlarni qilamiz. Chorshanba kuni yakuniga yetishi kerak bo'lgan Eron bilan o't ochishni to'xtatish rejimini noma'lum muddatga uzaytirdi. Oq uy rahbari bu qaror Eron hukumatidagi ichki bo'linishlar hamda Pokiston tomonining rasmiy iltimosi bilan bog'liqligini aytgan. Xo'p, mana do'stlar yozdik. Zo'r 2 yil tergov davri bo'lsa, mayli. blokadani davom ettiradi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Amerika blokadasini Yaponiya bloki meniki. to'xtatilishi vaqtinchalik sulhning jiddiy buzilishi Stop, o'qib oling. Xo'p, video uchun video. Xo'p. sulhni uzaytirish to'g'risidagi qarorini mantiqsiz deb Hozir davom ettirishi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy davlatga qayd etilishicha, endilikda Ukraina orqali Rossiya neftining Vengriya va Slovakiyaga tranziti qayta tiklanadi. Quvurning ishga tushishi Yevropa Ittifoqi tomonidan Kiyevga ajratilishiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlashi. Bu Germaniya ittifoqchilarini aytyapti. Bu qo'mamga tushuntirib beraman gapimni. Endi bunga tushuntirib aytsam, bu mamlar tanladi. Turkiya, Misr, Indoneziya, Braziliya. Bu normalniy tanlagan davlatlar, lekin ularga yurish qilish juda katta kuchli-da bular. Bularga просто tak misol uchun Braziliyani egallash uncha-munchasiga emas, o'yin davomida juda kuchli. Xo'p, Indoneziya ham normal. Endi Indoneziyani egallaymiz. Misr, Yegipet, ya'ni Turkiya. Birinchi bo'lib Indoneziyani egallaymiz. Xo'sh, Gemini aytishi bo'yicha Germaniya bo'lib birinchi bo'lib Peruni egallashni taklif qildi. No normalniy. Xo'p, Peruga urush ochamiz. Yaponiya bo'libman Indoneziyani egallashni boshlab-atdim. Xo'p, mintaqani tanlang, Janubiy Amerika. Ittifoqchilar yo'q. Xo'p. Yaponiya bo'lib biz Papua Yangi Gvineyani egalladik. Endi Indoneziya bilan chegaramiz va endi urushib yutib ketamiz. Xo'p. Keyingi navbatda Germaniya bo'lib xo'p, Peruga yurish yangiliklar ko'ramiz. Birlashgan Millatlardan xabar kelibdi. Aljir ozodlik beramiz debdi. Biz Yaponiyaga qarshi ishlaymiz, chunki kelishib olganmiz, 2 yil bir-birimizga tegmaymiz. Xo'p, Turkmaniston pora olamizmi? Betaraf qolamiz. Xo'p, keyingi video uchun do'stlar taxminan bir 10 ta layk yig'ib beringlar. Bo'ldi.